Assalomu alaykum hammaga. Bugun ko'pchilikda muammo bo'layotgan Telegram brauzerida sayt ishlamay qolishi, shu muammoni ko'rib chiqamiz. Buning uchun saytni linkiga kirib olamiz Telegram orqali va ko'rishingiz mumkin tugmani bossa Telegramda ochmay qoladi. Bu muammoni bartaraf etish uchun yuqoridagi 3 ta nuqtani bosamiz va eng pastda settings ya'ni sozlama bo'limiga o'tamiz. Bu yerda brauzer yoqilgan, shu brauzerni o'chirib qo'yamiz. Birinchi tugmani va orqaga qaytamiz. Brauzerdan chiqib ketamiz va qaytadan linkni bosamiz. Va endi ko'rishingiz mumkin, sayt to'liq ochiladi va xatosiz ishlaydi. Keling sinab ko'ramiz. Tugmalarni bosamiz. Tezkor quyizni ochib ko'ramiz. Fayl yuklaymiz. Hech qanday muammo yo'q. Bu asosiy muammo Telegram brauzerida. Shuning uchun iloji boricha Google Chrome yoki Safari orqali ochishni tavsiya qilamiz.